Qur'an We 21 Esir. Aptori Mehmetimin Hezret. 15. İslam Sadaqet Dinidur. İslam adalet, sadaqet, saadet dinidur. Adalet bilen saadetning tayanch kuchi sadaqetdir. Sadaqet adaletga bo'lgan ishonchning inson faoliyatidagi ifodasidir. Allohga sodiq bir musulmon 77 yil yashagan bo'lsa, 7 yoshidan boshlab umrining oxirigacha har kuni 5 vaqt namoz qildi deylik. 70 yil 25.550 kun bo'ladi. Har kuni 5 vaqt namoz qilsa 127.750 vaqt namoz qilgan bo'ladi. Bir yilda 52 qatim cuma namozi o'qisa, 70 yilda 3640 qatim cuma namozi o'qiydi. Bir taqvodor musulmonning Allohga bo'lgan sadoqati ana shundoq izchil davomliqqa ega bo'lgan bo'ladi. Dunyoda bunday sadoqatning boshqa o'rniga tepilmaydi. Demak, iymon ayni zamanda sadaqat demakdir. Ailening, do'stlikning, muhabbatning, baxtning, rostchilikning, o'mlikning, toqatning, g'oyaning, g'albining ostida sadaqat yotadi. Aksicha, og'rinishning, ayrilishning, nafratning, bo'linishning, baxtsizlikning, chidamaslikning, yolg'onchilikning, mag'lubiyatning ostida sadaqatsizlik yotadi. Allohga sodiq bo'lish demak, mu'minning bir-biriga sodiq bo'lishi demakdir. Mu'minlar haqiqatan qarindoshlardir. Hujurat surasi 10-oyat. Demak, Uyg'urlarmi o'zaro qarindoshdir. Qarindoshlikning oldingi sharti sevgidir, muhabbatdir, sadoqatdir. Bugungi davr Uyg'urlarning o'zaro sevgiga, sadoqatga eng zo'r va eng jiddiy ehtiyoj bo'lgan davrdir. Chunki o'zaro sevgisizlik, sadoqatsizlikning eng ko'p zinini tortgan musulmon qavmlarning birisi Uyg'urlardir. Manjular vatanimizni besib olib, 1884-yil yurtimizni Xitoyning 19-o'lkasi qilib bekitib, ismini Xinjiang qilib o'zgartgandan keyin Beijing xalq saroyi Xinjiangda huquqni mutlaq manju xanzular tutish, yerlik musulmon xalqni faqatla o'z xalqini chaqadigan jasus qilibla ishlatish haqida maxsus qaror qabul qilgan edi. Aradan 130 yildan ortiq vaqt o'tdi. Davrlar o'zgardi, ammo Beijing hokimiyatlarining Uyg'urlarga qaratgan jasus qilib ishlatishdan boshqa hech qanday huquq bermaslik an'anaviy davlat siyosati o'zgarmadi. Düşmanning hilasi bilan qarindosh xalq o'zaro ishonmas bo'ldi, o'zaro ishonmagan siri qumdak chechilib ketdi va hech bir zaman xorliqdan, kamsitilishdan, tahdiddan, yo'qsizlikdan, qoqshashdan qutulolmadi. Vafosizlikning zinini vafosizlikqa uchirg'ichimi, vafosizlik qilg'uchimi o'xshash tortidi. İttifaqlıqның asası sadaqatdir. Sadaqatның ta'tirsi xiyanatdir. Xiyanat
yuqumluq aydiz kesiliga o'xshash inson ro'yidagi aydizdir. Ham yuqidi, ham o'ltirdi. Aile ichidagi xiyonat ailani, millat ichidagi xiyonat millatni, vatanga xiyonat vatanni, dinga xiyonat ahvolimizni zavolliqqa yuzlantirdi, vayronchilikqa elib bordi. Sadaqat, iman va vijdonning, xiyonat bo'lsa imonsizlik va vijdonsizlikning belgisidir. Mustamlika ostidagi millatlar uchun aytganda, sadoqatning oshiqi jafo bilan badaldir. Xiyonatning oshiqi pul bilan amaldir. Payg'ambarlar tarixi qavmlarning payg'ambarlarga sadoqatsizligi bilan to'lgan tarixdir. Biz Uyg'urlarning Allah'ның kitobi va Rasulullohning sunnatidan uzoqlashib, jaholat va xurofotlik patqiga petib qolgan yaqinqi zamon tariximiz dinimizga va o'zimizga sadoqatsizlik tufayli ichinishliq fojialar bilan to'lgan tarixdir. Yaqub Begni yordamchisi zaharlab o'ltirdi. Tömür xalifini musulmon qarindoshlari aldab Yangzingshinga opirib berdi. Sabit damollam Xo'ja Niyoz hojimning qo'li bilan Shingsega topshirib berildi. Sabit damollammo Xo'ja Niyoz hojimmo Uyg'ur jallodlarning qo'li bilan o'ldirildi. Alixon To'ramni ruslarning tutib elib chiqib ketishida Ahmad apandimning suiqasdi o'lib ketishini planlashda qo'l ostidagilarning hassisi bor edi. Allohga, Allohning rasuliga, bizni yo'riqlikqa elib mangan yo'l boshchilarimizga, bizni qo'g'dash uchun o'zlarini qalqon qilgan shahidlarimizga, to'g'rini ko'rsatib, xatodan to'sgan olimlarimizga, ba'zilarimiz sadoqat ko'rsatmadik. Ba'zilarimiz sadoqatning nima ekanligini bilolmadik. Ba'zilarimiz xiyonat qildik. Buning birli sababi bor. Payg'ambar aytdi: "Ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi." Furqon surasi 30-oyat. 1000 yildan beri Qur'on biz bilan birga. Ammo xalqimizning ko'p sonliqi asta Qur'onning ro'yini tushunmaydigan qosh-shaqolga keltirildi. Namozni Allohga bo'lgan sadoqatimizdan emas, ota-bobolarimizdan miros qolgan badan harakati ko'rdigan holga tushib qoldik. Uyg'urlarning sinfiy kurash ichida o'zliksiz o'zaro bir-biri bilan kurash qilishga majburlanib o'tgan davrlari sadoqat so'zining qalblardan qo'g'lab chiqarilish davridir. Shubhi ichida bir-birimizni dushman, gumon qilib yashashga odatlanish milliy ro'yimizdagi eng og'ir jarohatdir. O jarohatning to'g'risi imondir. Sadoqat insonning insonligini sinaydigan eng muhim imtihonlardan biridir. Sadoqatga xiyonatning islomdagi atalg'usi munofiqlikdir. Munofiqlikning belgisi 3 turlik bo'ladi. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, omonatga xiyonat qiladi, va'dasiga vafo qilmaydi. Sahihul Buxoriy 129-bet Uyg'urcha. Vataniga, xalqiga, diniga sadoqatsiz musulmon, munofiq musulmondir. Bir yerga to'planganda baslashib namoz qiladigan,
yalğız qalğanda şeytanğa aylanadigan xususiyet İslamğa bolğan saxta sadaqatning eng tipik alayidiligidir. Azğun qavmlarni Allah mundaq ta'riflaydi. Şübhisizki ular Allah'ni qo'yib şeytanlarni do'st tutgan turuqliq o'zlarini to'g'ri yo'lda gumon qiladi. Arab surasi 30-oyat. Biz nemishqa mushundaq talaysiz bo'lib qoldik deyish o'rniga nemishqa mushundaq vafosiz bo'lib qoldik deb o'ylashimiz kerak. Har bir inson, har bir millat o'z kelajagining loyihaligichisidir. Sababsiz natija yo'qdir. Biz bir-birimizning dushmani emas, qarindishi. Allah bizni dushman e'lon qilmadi, qarindosh e'lon qildi. Bizning o'zaro dushman bo'lishimizni orzu qilg'uvchilarning orzusi uchun qarindoshlikdan voz kecholmaymiz. Musulmon degan so'z shaytonning emas, Allohning ta'limotlariga amal qilgan insonlarga berilgan sharaflik nomdir. Uyg'ur millati tarix yaratishni bilgan, ammo tarix yezishni bilmagan xalqdir. O'tmish kelajak uchun mayakdir. Yıldızdan ayrılgan her qandaq o'simlik o'ladi. Musulmonning yıldızı İslamdır. Sadaqet yıldızdan ayrılmaslik demektir. Sadaqet qarindoshlar har qandaq sharoitda qarindoshlik mehridan voz kechmaslik demektir. Sadaqet parvish qilish demektir. Sadaqet söygü demektir. Sadaqet qaravulluq qilish demektir. Sadaqet tuz yegan qochig'i tükürmaslik demektir. Sadaqet Allah'ның güzel isimlerden birisi bo'lgan Sidiq demektir. Davamı var.